بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد, tungi namoz ahkomlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Alloh izni bilan bugun birinchi faslga, ya'ni tahajjud ahkomlari, qiyomul layl ahkomlariga oid birinchi faslga kirishamiz. Birinchi fasl qiyomul layl, tahajjud namozining fazilatlari. Mo'min kishi bir ibodatni fazilati, unga beriladigan ajr mukofotni bilsa, unga yarasha intiladi. Bu narsadan bexabar bo'lsa, bu shu narsaga beparvo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu namozni fazilati haqida juda ham ko'p oyat, hadislar kelgan. Biz qisqartirgan holatda bir 22 ta fazilatni zikr qilamiz Allohning izni bilan. Xo'p, birinchi fazilat bu dunyoviy foydasi hisoblanadi. Qiyomul laylni, tahajjudni kechasi turib namoz o'qigan kishi, tahajjud o'qigan kishi tetik holatda tong ottirishi va bu esa kun davomida uni qolgan ishlariga, ya'ni vazifalarni a'lo darajada bajarishiga sabab bo'ladi. Bu haqda bunga dalil Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ya'qidu ash-shaytonu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha 'uqadin yadribu kulla 'uqdatin 'alayka laylun tawil farqud fa in istayqadha fa dhakara Allaha hallat 'uqdah فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, biringiz uxlaganda shayton uning gardaniga 3 ta tugun tugadi. Ya'ni orqa tomoniga 3 ta tugun tugadi, gardaniga, bo'yniga. Har bir tugunni tugarkan uni mahkamlab, sen uchun tun hali uzun, uxlayver deydi. Agar uyg'onib Allohni zikr qilsa, bir tuguni ichiladi. Tahorat qilsa yana bir tuguni ichiladi. Namoz o'qisa yana bir tuguni ichilib, tetik, ruhi pok bo'ladi. Aks holda ruhi chirkin, dangasa bo'lib o'rnidan turadi deyilyapti. Demak, qiyomul laylning birinchi foydasi hadisda aytilgandek, tetik, ruhi pok holatda tong ottirishi. Aksincha, ertalabgacha uxlagan kishi ko'zlari ishgan holatda va hokazo dangasa bo'lib o'rnidan turadi. Ruhi chirkin holatda, hech narsa yoqmaydi. Bir gap kam, ikki gap gapirsangiz ko'plik qiladi. Dangasa bo'ladi va hokazo, bir ish qilsa kelmaydi. Kunida ham baraka bo'lmaydi va hokazo. Lekin ertalab saharda turib qiyomul layl o'qigan kishi Allohni zikr qilib tahorat olsa va namoz o'qisa, uchala tugun ham yechilib, bu kishi hadisda aytgandek tetik holatda, ruhi pok holatda tong ottiriladi deyilyapti. Endi bu yerda turganda, masalan, uyqudan turgandagi zikrni aytish, keyin tahorat qilish va namoz o'qisa deyildi. Namozdan maqsad aynan tungi namozmi yoki bomdod namozimi? Bu masalada ham ulamolar ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar shu tungi namozni nazarda tutgan degan ulamolar bor. Keyingi ikkinchi foyda qiyomul layl onni yod olishga va Qur'onni yodlaganlar uni mustahkam qilishiga sabab bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Muslim rivoyat qilgan hadisda: "Idza qama sohibul Qur'ani fa qara'ahu bil-layli wan-nahar zakarahu va idza lam yakun bihi nasiyahu." Qur'on sohibi kecha-yu kunduz qoyim bo'lib, uni o'qib tursa, uni yodda tutadi. Agar uni o'qib qoyim bo'lmasa, uni unutadi deganlar. Demak, qiyomul laylda turish yodlagan Qur'onlarini, yodlagan poralarini eslab qolishga sabab bo'ladi deyilyapti. Amin Shinqiti rahimahulloh Advoul Bayon kitobida aytadiki, Qur'onni insonning qalbida mustahkam o'rnashishiga va yodlash osonlashtirishga, tushunish osonlashtirishiga, yengillashtirishiga qiyomul laylchalik, kechasi uni o'qishchalik biron narsa foyda bermaydi. Ya'ni kechasi turib o'qish shu Qur'onni esda saqlab qolishga asosiy sabab bo'ladigan omillardan deb sanaganlar. Uchinchisi, qiyomul laylda qiroat qilish bu tadabbur qilishga yaqinroq. Ko'proq tadabbur qilishga foyda beradi. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, al-qira'atu fi salatil layl aqrabu ila tadabbur. Tungi namozda qiroat qilish tadabbur qilishga yaqinroq bo'ladi. Chunki kechasi chalg'itadigan narsalar bo'lmaydi. Qalb hozir bo'ladi va til bilan qalb birlashadi. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an va aqwamu qila oyatida shunga ishora bor deyshadi. Inna nashi'atal layl, shu tungi namoz bu ashaddu wat'an, ko'proq muvofiq bo'ladi. Nima narsada muvofiq bo'ladi? O'sha til qalbga muvofiq bo'lib, o'qiyotgan narsani qalb tadabbur qiladi. Kunduz kuni shovqin-suron va hokazo o'qiyotgan narsangizni o'qiyotganingiz gohida tadabbur qila olmaysiz va hokazo. Kechasi esa tadabbur qilib o'qishga sabab bo'ladi. Shuning uchun hali keladi salaflar bitta oyatni shu mag'zini chaqqanligidan, tadabbur qilganligidan ertalabgacha takror o'qib qiyomul layl qilganlar bo'lgan. Bitta oyatni o'zini qayta takrorlab. Va Ibn Qoyyim rahimahulloh ham aytgan, Qur'on tadabbur qilish haqida gapirganlarida, gohida ba'zi Qur'on oyatlaridan o'qiganingizda qalbingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa, o'sha oyatni ertalabgacha bo'lsa ham takrorlang. Shu qalbingizga ko'proq ta'sir qilayotgan bo'lsa, isloh bo'lishiga va hokazo, shuni ertalabgacha bo'lsa ham takrorlang deganlar. Endi Qur'on tadabbur qilish
yordam beradi dedik. Qur'on tadabbur qilishdagi foyda nima? Foydalardan biri, ya'ni barcha yaxshiliklarga shu Qur'on tadabbur qilish sabab bo'ladi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya'ni Qur'on eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu uchun uni tadabbur qilish kerak. Tadabbur qilishda eng asosiy, tadabbur qilishga sabab bo'ladigan narsa qiyomul laylda qiroat qilish. 4-fazilati yoki 4-foydasi, qiyomul layl, tahajjud namozi bu farzlarga nuqson kirishidan himoya qiladi. Farz namozlarimiz nuqsonli bo'lib qolishligidan himoya qiladi. Chunki nafl namozlarga e'tibor qaratgan kishi, nafl namozlarga, qiyomul laylga shu jumladan e'tibor qaratgan kishi farz namozlarga yanada ko'proq e'tibor qaratgan bo'ladi odatda. Muxtasar qiyomul layl kitobida keladi. Yunus ibn Ubayd aytgan ekanlar: "Mastakhaffa rajulun bit-tatawwu'i illa istakhaffa bil-farida." Qaysi bir kishi nafl namozlarga e'tiborsiz bo'lsa, yoki umuman nafl ibodatlarga e'tiborsiz bo'lsa, farz ibodatga ham e'tiborsizroq bo'ladi. Demak, bu umumiy bitta namozda emas, ro'zada bo'lsin, sadaqada bo'lsin va hokazo nafllarga e'tiborsiz bo'lgan kishi u ro'za, farz bo'lgan ibodatlarga ham e'tiborsiz bo'ladi deyilgan. Chunki bu farz namozlar go'yoki nima? Farz ibodatlarni bir qo'rg'on, farz ibodatlarga bir qo'rg'on bo'ladi. O'sha mutlaqo nafl ibodatlarni qilmasangiz, faqat farzni o'zi qolsa, shayton kelib turib to'g'ridan-to'g'ri sizni farzingizga nuqson kiritishga harakat qiladi. Ammo siz bu farzingizni nafllar bilan qo'rg'on mahkamlagan bo'lsangiz, mabodo shayton kelsa ham nafldan kelishi mumkin, lekin farzga yetib bormaydi. Ya'ni farzingiz himoya qilgan bo'lasiz. Endi bu narsa bo'lmasa, nafllar bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri farzga nuqson kirib boradi. 5-fazilati, qiyomul layl bu mo'minning sharafi deyilgan. Qiyomul layl mo'minning sharafi. Bu Sahl ibn Sa'd rivoyat qilgan hadisda keladi. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib: "Ya Muhammad, ish ma shi'it." Ey Muhammad, xohlagancha yashagin, fa innaka mayyitun, baribir o'lasiz. Ya'ni Nuh alayhissalomning umri berilsa ham inson baribir o'ladi. Unda hech kim ixtilof qilmaydi o'lim haq ekanligida. "Wa'mal ma shi'it fa innaka majziyun bihi." Xohlagan amalingizni qiling, mukofotini olasiz. Yaxshi bo'lsa mukofotini olasiz, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Xohlagan ishingizni qilavering. O'zingiz tanlayotgan bo'lasiz mukofotini. Hajjojga bir kishi bilan gaplashganda o'zingga xohlagan o'limni ixtiyor qil, qay tarzda qatl qilinishini xohlaysan deydi Hajjoj. Ma'lum qonxo'rligi bilan. Endi uni ham o'ldirmoqchi bo'ladi. Har bitta gapiga javob qaytarib turgandan keyin o'zing tanla dedi, qaysi yo'sinda o'ldiray seni deydi. Shunda aytadi, ixtiyor o'zingga deydi. Qaysi yo'sinda o'ldirsang, o'sha o'lim bilan o'zing azoblanasan, o'zing tanla o'zingga deydi. Ya'ni dunyoda meni hozir qanday o'ldirsang, qiyomatda qaysi turda azoblanishni xohlasang, o'sha turda o'ldiraver deydi. Ya'ni aynan shu narsa. "Wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi." Nima ish qilsangiz qiling, baribir mukofotini olasiz. "Va ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh." Xohlagan kimsani yaxshi ko'ring, baribir kunmas bir kun ajralasiz. "Wa'lam anna sharafal mu'min qiyamul layl." Bilingki, mo'minning sharafi qiyomul laylda, tahajjud namoz o'qishida. "Va izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Uning azizligi odamlardan behojat bo'lishida. Bu Imom Tabaroniy rivoyat qilgan Mu'jamul Awsat kitobida Imom Alboniy hasan degan hadisda. E'tibor bering, mo'minning sharafi qiyomul laylda. Mo'minning sharafi pagoniga qarab emas, mansabiga qarab emas, boyligiga qarab emas. Dunyoda insonning sharafi, obro' e'tibori shu hozirgi aytilgan narsalarda bo'lishi mumkin. Qancha diplom bo'lsa yoki bir Amerikada bir universitetni bitirgan bo'lsa, bitta bir katta joylarni bitirgan bo'lsa, falonchi falon joyni bitiribdi deb, uni sharafi nima bilan o'lchanadi? Qo'ldagi diplomi bilan yoki ishlayotgan mansabi bilan, falon joyda deputat ekan, falon joyda u ekan, bu ekan deb turib, masalan, g'oliban uni sharafi, obro'si, e'tibori shu mansab bilan, boyligi bilan, boshqasi bilan o'lchanadi. Lekin Allohning oldidagi martabangizni bilmoqchi bo'lsangiz, qiyomul layldagi holatingizga qarang. Ya'ni Alloh taolo na martabamizga, na mansabimizga, na boshqamizga qaraydi. Shu 2 rakat namoz o'qiy olsak, hech bo'lmasa, Allohning oldida qisman bo'lsa ham martabamiz bor ekan. 4 rakat bo'lsa 4 rakat, 8 rakat bo'lsa 8 rakat, masalan, Allohning oldidagi martabangizni, sharafingizni bilmoqchi bo'lsangiz, sharaful mu'min qiyomul layl deydi. Mu'minning sharafi qiyomul layl. Ehtimol dunyoda hech kim uni majlislarda, yig'inlarda kelsa to'rga o'tkazmas ba'zilarni, yoki biron bir mansabi yo'qdir, mol dunyosi yo'qdir. Lekin Allohning oldida eng yuqori martabada bo'lishi mumkin, kechalari turib agar qoyim bo'lib namoz o'qiydigan bo'lsa. Sharaful mu'min fi qiyamul layl dedi. Va izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Insonning azizligi odamlardan behojat bo'lishida. O'zim shu ikkitasi bir-biriga bog'liq. Allohga qancha bog'lansangiz, qiyomul layl qilib, odamlardan shuncha behojat bo'lasiz. O'tib kechasi turib, so'ragan narsangni beraman deb turgan zotga iltijo qilib turgan odam endi odamlarga hech qachon bir narsa so'ramaydi u. O'z-o'zidan istaghni 'anil nas, odamlardan behojat bo'ladi u. Mana shu narsa bo'lmagandan keyin ko'rasiz, ba'zilarni o'sha Arafotda gohida hamma duo qilib Alloh taologa iltijo qiladigan paytda ham kirib chodirlarga odamlardan tilanchilik qilib so'rab yurganini ko'rib hayron qolasiz. U Allohdan so'raydigan payt kelib odamlardan so'rab yurganini ko'rib hayron qolasiz.
Ehtimol u haqiqatda muhtoj bo'lib so'rayotgandir, ehtimol zohirda o'zini muhtoj qilib ko'rsatayotgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham Allohdan so'raydigan payt masalan. Aytilmoqchi bo'lgan narsa shu qiyomul laylda Allohga bog'langan kishi o'z-o'zidan odamlardan behojat bo'ladi. Bu ikkita narsa bir-biriga bog'liq. 6-foydasi tahajjud, qiyomul layl bu insonning yuzini nurli bo'lishiga sabab bo'ladi. Al-jaza min jinsil amal. Mukofot amalni jinsidan deyshadi ulamolar. Kechasi zulmatda turib, qorong'ida turib Robbisiga ibodat qilgandan keyin Alloh taolo ularning yuziga nur ato etib qo'yadi. Yuzi nurli bo'ladi. Bu dunyodagi foydalardan biri. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda "Vas-solatu nur" deganlar. Namoz bu nur. Nima degani namoz nur? Ulamolar buni ikki xil tafsir qilishgan. Majoziy ma'noda, ma'naviy ma'noda nur bo'lishi mumkin yoki hissiy ma'noda nur bo'lishi mumkin deydi. Majoziy yoki ma'naviy ma'noda nur bo'lishi namoz insonni yomonliklardan tiyib yaxshiliklarga undaydi. Go'yoki namoz o'qigan kishining qo'lida o'sha chirog'i bor, yaxshilik ko'rib o'shani qilishiga, yomonlikdan esa tiyilishiga sabab bo'ladi. Ammo qorong'ida namoz o'qimayotgan kishi, benamozlar xuddi qorong'ida qolgan kishi, chirog'i yo'q. U o'zini halokatga yetaklaydigan ishlarni qilib ketaverishi mumkin, lekin namoz esa nur. Insonga yo'lini yoritadi, qaysi narsa xayrli, shunga qilish undaydi, qaysi narsa yomonlik, undan qaytaradi. Va hokazo, mana shu ma'noda nur deyilgan. Bu ma'naviy ma'noda namoz nur. Endi ulamolar hissiy ma'noda ham namozni nur deyishgan. Hissiy ma'noda ham nur. Qayerda nur desa, dunyoda ham, qabrda ham, oxiratda ham nur. Xo'p, dunyodagi nur o'sha namozxonlarning yuzida ma'lum deydi. Namozxonlarning yuzidan, ularning yuzida nurli bo'lishi bilan ma'lum bo'lib turadi. Qabrdagisi, ular qabrda o'sha o'qigan namozlari bilan foydalanadi. Qabrdagi zulmat hammamizga ma'lum. Ya'ni bir tirqishchalik joyi yo'qki, bir kun tushib tursa yoki bir nima bo'lib tursa, lekin qilingan amallar o'lib ham o'sha namozi nur bo'ladi qabrida. Oxiratda esa uni o'sha yuzlari yorug', ya'ni porloq chehralari porlab turadi deyshadi. Ba'zi ulamolar Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyatini "Ujuhu yawma idin musfira, dahikatun mustabshira." U kunda yorug' yuzli kishilar bor. Kulib turgan, xursand bo'lgan holatda bo'ladi deyilyapti. Shu qiyomat kunida ko'pchilik qo'rqib turgan paytda, holat nima bo'larkan deb turgan paytda kulib, xursand bo'lib, yuzlari yorug' porlab turadigan kishilar bo'ladi. Shuni tafsirida bular kim yuzi yorug' bo'ladigan kishilar? Shavkani Fathul Qodirda Dahhakdan naql qiladi. Musfiratun min atharil wudu. Ya'ni u kunda yuzlar yorug' bo'ladi degani tahorat sababidan yuzlar yorug' bo'ladi deb tafsir qilganlar bor. Yana bitta tafsirga ko'ra min qiyamil layl degan. Qiyamul layl sababli ularning yuzi yorug' bo'ladi. Kechasi tungi o'qigan namozlari sababli ularning yuzi yorug' bo'ladi. Dahikatun mustabshira, ya'ni farihatun bima nalathu min as-sawab. Erishgan savoblari bilan xursand, kulgan holatda, xursand holatda bo'lishadi deyilgan. Demak, bu hammasi to'g'ri. Ham ma'naviy ma'noda nur namoz, ham hissiy ma'noda nur. Dunyoda ham, qabrda ham, oxiratda ham nur bo'ladi. Ammo dunyoga kelsak, bu namozxonlarning yuzida ma'lum. Ayniqsa tahajjud o'qiganlarning yuzida nur bo'lishi bu ma'lum ko'rinib turadi deydi. Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, Hasan Basridan so'ragan ekan: "Ma balul mutahajjidina bil-layl min ahsanin nasi wujuha." Nega kechasi tahajjud o'qiydiganlarning yuzi nurli bo'ladi, yuzi yorug' bo'ladi deb so'ralsa, aytgan ekanlarki, chunki ular Rahmon bilan xoli qolishdi. Alloh o'z nuridan ularga ato etdi deb javob bergan. Said ibn Musayyab aytgan ekanlar, kishi kechasi namoz o'qiydi. Alloh taolo uni yuziga shunaqa bir nur beradiki, ko'rgan musulmon uni yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni hech ham ko'rmagan bo'ladi. Birinchi ko'rishidanoq yaxshi ko'rib qoladi. Inni uhibbu hadar rajul, men bu kishini yaxshi ko'raman deydi. Hech narsa qilmagan, bir yaxshilik qilmagan, bir qiynalgan paytda yordam bermagan, yo'q, shu ko'rishi bilan yaxshi ko'rib qoladi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi qalbiga solib qo'yadi, chunki ular kechasi xoli qolib Robbisi bilan o'qigan bo'ladi, Robbisi bilan xoli qilgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa nur ato etganidan birinchi ko'rib turgan kishi ham uni ko'rib yaxshi ko'rib qoladi. Inni uhibbu hadar rajul deb aytadi degan. Muhammad ibn Sirinni ko'rgan kishilar shu darajada yuzi yorug'ligidan subhanalloh deb aytishadi. Undagi nur alomatlaridan. Shu qiyomul laylga turadigan solih kishilardan bo'lgan, shuni yuzini ko'rib Allohga tasbih aytishardi deydi. Vaki ibn Jarrohni yuzidagi nurni ko'rgan insonlar ma hada basharon in hada illa malakun karim der ekan. Bu inson emas, bu farishta der ekan. O'zim guvohi bo'lgan bir voqea, ahsabuhu kazalik. Shu kechalari qiyomul laylni kanda qilmaydigan bir birodar, yonimizda yurgan bir birodar bittasi aytayapti. U shunchaki bir oddiy bir ishchi. Bu kishining yuzida deydi, o'sha yonimdagi kishini aytayapti. Shunaqa nur bor deydi, yonidagi aytayapti. Uning yuzini qara deyapti. Yuzin boshqacha bir nur bor deyapti. Ya'ni havas kelib aytayapti. Yonidagi aytayapti, sen ham payqayapsanmi deyapti. Yuzdagi nurni qara deyapti. O'sha kishini bilaman, oilasini ham, boshqasini ham kechasi tahajjud kanda qilmaydi.
Shuni yonidagi sheriga aytayapti. Sen payqayapsanmi deb turib yonidagilarga qarab, o yuzdagi nurni qarab, boshqacha narsa his qilyapsizlarmi, his qilyapsizlarmi deyapti. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Rawdatul Muhibbin kitobida jamol, ya'ni chiroy, go'zallikni, fazilatini zikr qilgan va har qanday inson shu chiroylilikka moyil bo'lishligini zikr qilgan. Shu yerda aytganki, go'zallik ikki xil bo'ladi. Botiniy go'zallik va zohiriy go'zallik deydi. Botiniy go'zallik bu haqiqiy yaxshi ko'riladigan narsa aslida shu deydi. Botiniy go'zallik bu ilm, aql, saxovat, iffat, shajoat, yaxshi xulq sohibi. Mana bularda nima? Botiniy go'zallik topilgan bo'ladi. Alloh taolo nazari ham mana shu go'zallikka qaraydi. Allohning nazari mana shu go'zallikka qaralgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hadisda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda nima deganlar? Innalloh la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Alloh taolo sizlarning suratinglarga ham, mol dunyolarga ham qaramaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum, lekin sizlarning qalbinglarga va amalinglarga qaraydi. Demak, o'sha insonning amali qancha shariatga muvofiq bo'lsa va hokazo, mana bu haqiqiy o'sha botiniy jamol. Allohning nazari shunga tushadi. Va bu jamol deyapti, botiniy jamol, insondagi ilm, aql, bu yaxshi xislatlar yuzayyinu surata zohira, insonning zohir suratini ham chiroyli qilib qo'yadi deyapti. Insonning tashqi suratini ham zinatlaydi. Agar ko'zi chiroyli bo'lmasa ham deydi. Fataksu sohibaha min al-jamal wal mahaba wal halawa bihasabi maktasat ruhuhu min tilka sifat. O'sha sifatlardan, oliy sifatlardan qanchasi topilsa, unda o'sha uni sohibida go'zallik, vaqor va yoqimlilikni ko'rasiz, payqaysiz deydi. Mo'min kishiga Alloh taolo shu narsani beradi va bu ma'lum narsa deydi. Ya'ni axloqi chiroyli bo'lgan kishi odamlarga shu darajada suyukli, yoqimli bo'ladiki, agarki qora tanli kishi bo'lsa ham yoki o'zi chiroyli bo'lmasa ham, yuzi, ko'rinishi, shakli chiroyli bo'lmasa ham, lekin odamlar yaxshi ko'radi. Uni agar o'sha xulqi yaxshi bo'lsa va hokazo degan. Wala siyama deydi, qarang shu yerda. Idza ruziqa hazzan min salatil layl, ayniqsa kechasi namoz o'qish unga berilgan bo'lsa deydi. Ya'ni kechasi namoz o'qiydigan kishi bo'lsa deydi, fa innaha tunawwirul wajha va tuhassinuhu. Tungi namoz yuzni yorug' qiladi, yuzni go'zallashtiradi degan. Keyin aytadiki, hatto ba'zi ayollar kechasi namoz ko'paytirar ekan, tahajjudni ko'proq o'qir ekan. Nimaga bunday qilasiz desa, yuzni go'zallashtiradi, yuzim go'zal bo'lishini xohlayman der ekan. Demak, gohida erimga yoqay deb 24 soat oynada o'tirishi shart emas ekan. Ya'ni o'sha u ham bitta sababdir, lekin mana bu ham bitta sababi o'sha namozni ko'paytirish. U bomdodga ham uxlab qolib ko'zingiz ishib turadigan bo'lsa, ming boyagi makiyaj qilasizmi, boshqa qilasizmi, oxirat xohlagan eringiz bo'lsa, u bilan muhabbatini qozonmaysiz baribir. Ya'ni yuzni go'zallashtiradigan narsalardan biri turib qiyomul layl qilish. Albatta, bu uchun qilmaydi, mo'min kishi bu uchun o'qimaydi. Lekin Alloh taolo shu dunyoda ham bergan bir mukofoti. Ya'ni yuzida nur bo'lishi tahajjud o'qiyotganlarning. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda, Xoliqning nazariga tushgan kishi xalqning nazariga tushadi. Ya'ni Alloh taolo nazariga tushgandan keyin u albatta Xoliq nazariga tushgandan keyin xalqning nazariga ham tushadi. Alloh taolo unga o'sha nur ato etib qo'yadi deyilgan. 7-fazilati tahajjud qalbga lazzat bag'ishlaydi. Faqat uni foydasi yuzda zohir bo'lmaydi, balki insonning qalbiga lazzat bag'ishlaydi. Bu salaflardan juda ko'pidan hikoya qilingan. Ibn al-Munkadir rahimahulloh aytadilarki, dunyoda lazzatli narsalardan 3 ta narsadan boshqa narsa qolmadi deydi. Qiyomul layl va liqa'ul ikhwan va salatu fi jama'a. Ya'ni qiyomul layl, tahajjud, birodarlar bilan uchrashib ko'rishish va jamoatga chiqib namoz o'qish deydi. Shu 3 ta narsadan boshqa lazzatli narsa qolmadi deydi. Ya'ni dunyoda nimani havas qilmayapti? Bu joylarga borib aylanib kelsam, ba'zilar jahongashta bo'ladi, hamma joyni ko'rgisi keladi, etdi ko'rib, masalan, hokazo shu bilan bir lazzatlanadi yoki bir yemagan ovqatlardan yeb ko'ray deydi, undan, bundan va hokazo o'shanda bir lazzat topgandek bo'ladi. Biror bu narsani birortasini aytib qo'ygan. Dunyoda shu 3 ta narsadan boshqa lazzat qolmadi deyapti. Biri tahajjud, ikkinchisi birodarlar bilan ko'rishish, uchinchisi jamoatda namoz o'qish. O'sha birodarlar bilan ko'rish bo'lganda ham o'tirib olib, xirin qilib ikkinchi xotindan gapirib, uni gapirib, buni gapirib, ovqat haqida gapirib, mashina haqida gapirib, uni nazarda tutmayapti. Shu oxiratga yaqinlashtiradigan, Allohni eslatadigan birodarlar bilan o'tirib iymonlashishni nazarda tutyapti. Shundan boshqa lazzat qolmadi deyapti. Abu Sulaymon rahimahulloh aytadiki, ahlul layli fi laylihim alazzu min ahli lahvi fi lahvihim deydi. Ya'ni kechasi tahajjud o'qiydiganlar o'qiyotgan tahajjudida o'yin kulgi bilan band bo'ladiganlarni shu o'yin kulgisida topadigan lazzatdan ko'proq lazzat topadi. Walawlal laylu ma ahbabtul baqa'a fi dunya. Shu kecha bo'lmasa hayotda menga qizig'i yo'q deydi. Masalan, kechasi bilan gohida bir narsalar ko'rib chiqadi, masalan, qiziqarli narsalar yo bir askiyalar ko'rib chiqishi mumkin, yo bir o'zi qiziqarli narsalarni ko'rar, boshqa qilar, masalan, o'yin kulgi bilan o'tkazadiganlar, fisq bilan, boshqa bilan, musiqa bilan, boshqa bilan o'tkazadiganlar tuygan lazzatdan ko'ra o'sha ibodatdagilar tuygan lazzat ko'proq lazzat topadi ular deyapti.
o'sha kecha bo'lmasa men yashashni xohlamasdim dedi. Boshqa biri aytadiki, "Law ya'lamul muluk ma nahnu fihi min an-na'im lajaladuna alayhi bis-suyuf." Agar podsholar biz his qilayotgan lazzatni ular bilib qolishsa edi, qilich bilan bo'lsa ham uni tortib olardi. Endi o'sha paytda ham odat shekillida shu podsholar bir narsa yoqib qolsa tortib oladi-ku. Kimnidir endi ishga tushirgan zavodi bormi? Kimnidir masalan yurgizgan ishi bormi? Foyda tushib turgan bir daromadi bormi? Birdaniga o'shanga ega chiqib qoladi-ku. Aytayaptiki, aslida chunki ular o'sha boylikda lazzatini yoki bir nimasini boylikda deb biladi. Aslida o'sha ibodat qilayotganlarning lazzatini qanaqa lazzat topishayotganini bilganda edi, u mansab, boylik lazzatdan ko'ra ortiqroq ekanligini bilganda, o'sha ularni emas, shu bizdagi lazzatni tortib olishga harakat qilgan bo'lardi. Birovlarning nimasi ishxonasini emas, boshqasini emas, boyligini emas, aynan bizdagi lazzatni tortib olgan bo'lardi. Lekin ular buni his qilmaydi. Bundan mahrum bo'lgandan keyin ular bu narsani his qilmaydi. G'azali rahimahulloh qiyomul layldagi lazzat haqida gapirib, ammo naqlga kelsak, ya'ni qiyomul layl o'qiydiganlar, tahajjud o'qiydiganlarning holati bunga guvoh bo'ladi. Ya'ni shu darajada lazzatlanishganki, kechani qisqa hisoblashardi deydi. Buncha tez tugab qolyapti deb kechani qisqa hisoblashardi. Kama yastaqsirul muhibbu laylata visalil habib deydi. Xuddi oshiq sevgilisi bilan visol kechasini qisqa hisoblagandek deydi. Endi shu sevgilisiga yetib kecha qanday bir pasda tugab qoldi deydi. Ya'ni haqiqiy Allohni munojot qilib o'sha namozda turadiganlar kecha qancha uzun bo'lmasin, uni qisqa sanashgan. Tez tugab qoldi deb qisqa sanashgan deb. Ali ibn Bakkar aytadi, 40 yildan beri meni mahzun qilgan narsa bomdod vaqti kirishi deydi. Bomdod vaqti kirish bilan bo'ldi, munojot payti go'yoki tugadi. Bo'ldi, yog'i bomdod o'qiladi va hokazo. Shu meni mahzun qiladi. Bomdod vaqti kirishi meni mahzun qiladi deydi. Endi buni solishtirib ko'ring. Bomdod vaqtida turolmasdan bomdod vaqtiga nima qiladiganlar, ya'ni namozga turishdan mahzun bo'ladiganlarga nima deyish mumkin? Shu namoz bo'lmasa uxlasam deydiganlarga nima deyish mumkin menda? Shu namozga farz ekan zo'rg'a turadi, masalan, u ham yo turadi yo turmaydi masalan. Lekin o'sha namozga turish uni mahzun qiladi. Na'uzubillah. Bu nima deyapti? Yo'q, bomdod tahajjudni o'qib, bu farz namoz vaqtida tursin. Shu nafl namozga to'ymasdan bomdod vaqti kirib qolgani meni mahzun qiladi. Ya'ni qani edi, vaqt yana kecha cho'zilsa-yu, Robbim bilan yana xoli qolsam deb qolishgan. Fudoyl ibn Iyod aytadiki, quyosh botsa, kech kirsa, Robbim bilan xoli qolaman deb xursand bo'lib ketaman deydi. Lekin quyosh chiqsa, yana odamlar bilan aralashib yurar ekanman deb xafa bo'laman deydi. Ibn Rajab Rasail kitobida, Majmu'at Rasail kitobida aytadiki, kana ba'dul arifin yaqul innahu la yamurru bi awqat aqul in kana ahlul jannati fi mithli ma ana fihi innahum la fi 'ayshin tayyib deydi. Ya'ni agar jannat ahli men his qilgan lazzatni his qilishadigan bo'lsa, ular yaxshi hayotda ekanda deydi. Ya'ni shu darajada ibodat bilan maza qilganidan, lazzatlanganidan agar ahli jannat shunaqa hayotda bo'lsa, demak ular yaxshi hayotda ekan deyapti. Shayx al-Islom rahimahullohning gaplari bor. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah deydi. Dunyoda bir jannat bor, unga kirmagan odam oxiratdagi jannatga kirmaydi deydi. U jannat nima deganda shu Allohni zikr qilish, Alloh taolo bilan munojat qilish jannati degan. Shuni his qilmagan odam oxiratdagi jannatdan umid qilmasin. Bu dunyoda o'sha jannatga kirmagan odam oxiratdagi jannatga kirmaydi deganlar. Ihya Ulumuddinda G'azali rahimahulloh keltirgan, ba'zilar aytgan ekanlarki, bu munojat lazzat, ya'ni Alloh taolaga munojat qilish lazzati bu dunyodan emas. Dunyodagi lazzat emas, bu jannatdan berilgan yoki jannatdagi lazzat bu. Alloh taolo faqat buni avliyolariga tottirgan, boshqa birov topmaydi uni. Allohning valilaridan boshqa hech kim buni his qila olmaydi degan. Ya'ni shu darajada lazzatlanganligidan aytganimizdek, bomdod vaqti kirish ularni mahzun qilishgan va mabodo turolmay qolsa bir qimmatbaho narsasini yo'qotib qo'ygandek ular bu narsa og'ir botgan. Said ibn Jubayr tobiinlardan mashhur, ma'lum hammamizga. Namozga turg'izadigan xo'roz bo'lgan ekan. Bir kecha xo'roz qichqirmay qolib, namozga turolmay qoladi. Yani tahajjudga turolmay qoladi, uxlab qoladi. Shunda shu darajada og'ir botganidan, ya'ni shu narsa og'ir kelganidan nima bo'ldi bunga? Ovozi o'chkur deydi. O'sha nimaga? Nega vaqtda turg'izmadi ekan deb nima bo'ldi bunga ovozi o'chkur deb qo'ygani uchun qaytib shu xo'roz qichqirmadi deydi. Shu darajada duosi ijobat bo'ladigan kishi bo'lgan. Shu bir og'iz ovozing o'chkur deyishi bilan qaytib qichqirmaydigan bo'lib qoldi deydi. Onasi birovga qaytib birovni duoibat qilmagin degan ekan. Sen birovni duoibat qilma deb keyin qaytargan deydi. Abu Shawzab aytadi. Sabitul Bunani rahimahulloh duo qilib aytar ekanlarki, ey Alloh, agar biron bir kimsaga namozda namoz o'qishni nasib qilsang, qabrda namoz o'qishni nasib qilsang, shu menga nasib qilgin deb duo qilar ekan. Bu nimaga? O'sha lazzatlanganligidan. Keyin qarang. Shu Sabitul Bunanini qabriga qo'yganlar hikoya qiladi. Shayban ibn Jisr otasidan, ya'ni Jisr
va Humaydut Tavil. Buni qabrga qo'yib, g'isht tergan paytda bitta g'isht tushib ketib qoladi. Qaytadan shu g'ishtni qo'yamiz, ya'ni rahatni yopayotganda g'isht terayotganda bitta g'isht tushib ketib qolib, shu g'ishtni qo'yayotganda ko'zi tushib qoladi namoz o'qiyotganiga. Ichkaridagi kishi namoz o'qiyotganiga. Alloh alam shu narsa naql qilingan. Ibn Abi Dunya o'zining kitobida keltirgan. Shunda yonidagi sherigini ko'ryapsanmi deydi. Jim bo'l deydi. Keyin ko'mgandan keyin to'g'ri qizlarning oldiga borib, qizlardan so'raydi. Ateizlik qiladigan asosiy amali nima edi deb. Nega deb so'raganda bor voqeani aytishadi. Shunda qiz aytadiki, 50 yildan beri qiyomul laylni kanda qilmagan otam deydi va sahargacha namoz o'qirdi. 50 yildan beri sahargacha namoz o'qib, duosida ey Alloh, qabrda birontaga namoz o'qish nasib qilsang, menga nasib qilgin deb duo qilardi. Bu Alloh taolo o'sha duolarni ijobat qilganligi deb aytgan deydi. Bularning hammasi nimaga? O'sha lazzatlanganligidan, shu narsani yaxshi ko'rganligidan, shu lazzatni tuyganligidan, shu qabrda ham shuni davom ettirsam degan narsa bo'lgan ularda. Ajob narsa shuki, qarang. Masalan, Ramazonlarda, boshqalarda sahargacha masalan qiyomul laylda turganlarni yig'lab, duo qilib, ko'z yosh bilan kechani o'tkazib, lekin tong otgan paytda shunaqa bir tong ottiradiki, o'zini yengil his qilishi, butun dunyo go'yo unga berilgandek o'zini boshqacha his qiladi. Endi kechasi bilan, o'yin kulgi bilan, ma'siyat bilan o'tkazgan kishilarni ertalab qarang, mahzun holatda, xuddi bir butun dunyoni tashvishi bo'yinda bo'lgandek turadi. Ajib. Kechasi bilan, kulgi bilan, o'sha o'zlaricha bir raqs bilan, boshqa bilan, kulgi bilan, ma'siyat bilan o'tkazgan bo'ladi. Lekin ertalab tursa, o'sha ma'siyatning nimasidan, asoratidan qarasangiz bir mahzun holatda, butun dunyoni tashvishi uni bo'ynidek nima qiladi? Tong ottiradi. Lekin ibodat qilib, Alloh taolaga yig'lab kechalari bilan kechani o'tkazganlarni qarasangiz, tong ottirgan paytda shu darajada o'zini yengil his qiladi. Go'yoki butun bir dunyo qo'liga berilib qo'ygandek bir boshqacha his qiladi o'zini. Mana bu Alloh subhanahu taoloning o'ziga masalan munojot qilib ibodat qilayotganlarga berib qo'ygan bir o'sha qalbiga solib qo'ygan bir nuri. Lekin kimdir aytishi mumkinki, xo'p, ibodat kechasi namoz o'qiyman, gohida o'qiyman yoki o'qib turaman, lekin bu lazzat his qilmayman-ku. Qaytaga zo'rg'a turaman, zo'rg'a o'qiyman deyish mumkin kimdir. Haqiqatda bu lazzatni shu turishingiz bilan birdaniga erisha olmasligingiz tabiiy. Bu narsa uchun mujahada, inson nafsi bilan kurashish kerak va hokazo. Ya'ni birinchi kun qiyin bo'ladi, ikkinchi kun qiyin bo'ladi, keyinchalik borib, keyinchalik osonlashadi, keyinchalik Alloh taolo o'z eshiklarini fath qilib beradi. Ibn al-Munkadir aytadi: "Ka'battu nafsi 40 sanatan hatta istaqomat" deydi. Nafsim bilan 40 yil kurashdim, keyin u men uchun to'g'rilandi deydi. Sabit rahimahulloh aytadi, yuqoridagi Sabit al-Bunani: "Ka'battu qiyamul layli 20 sana." 20 yil tahajjudni qiynalib o'qidim. Va tanamtu bi 20 sana, keyin 20 yil lazzat bilan o'qidim deydi. Demak, bu lazzatga erishish uchun 20 yil vaqtda qiyinchilik bilan namozda o'qigan. Endi aynan shu 20 yil ketadi deyilish shart emas, lekin aytmoqchi bo'lganim boshida o'z-o'zidan tabiiy qiyinchilik bo'lishi va hokazo. Keyinchalik Alloh subhanahu va taolo vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana deganidek, ya'ni Alloh yo'lida siz sodiqligingizni ko'rsa va hokazo, Alloh taolo o'z rahmat eshiklaridan ochadi. Shu yerda bir to'xtasak bo'lar ekan. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.